Uy sharoitida tegi qattiq bo'lib, bo'rtib chiqadigan, oylab sizni bezovta qiladigan, ketmaydigan yoki o'zida iz qoldiradigan, aynan yiringli bo'lib, chandiq bo'lib qoladigan o'g'rilarni davolash uchun maxsus krem tayyorlashni o'rgataman. Muhim eslatma bor. Bu kremni faqatgina lokalni qo'llaysiz, boshqa zonalarga surmaysiz. Teringizni quritib tashlashi mumkin, oqibatlari og'ir bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, bu maska kremni faqatgina bir hafta davomida qo'llashingiz mumkin. Undan ortiq qo'llash mumkin emas. Buning uchun bizga kerak bo'ladi ixtiyol maz hamda giaksizon mazi. Ixtiyolli maz hamda giaksizon mazi aynan chiqqan o'g'ringiz qanchaligi hajmiga qarab keraklicha maxsus idishda solib olasiz va ikkalasini yaxshilab aralashtirib, kechki payt yuzingizni aynan o'g'ri chiqqan qismini ustiga surasiz. Bu maz ertalabgacha yuzingizni davolaydi. Aynan bo'rtib chiqqan, tegi qattiq bo'lib chiqadigan o'g'rilarni yo'qotishda juda ham yaxshi yordam beradi.